Gruziyaning tabiiy meva sharbatlari qo'shilgan limonadlar va Borjomi mineral suvini tatib ko'ring. Ko'p qirrali ta'mni kashf eting hamda hissiyotlarni uyg'oting. Borjomidan asl Gruziya limonadlarini tatib ko'ring. Limonade by Borjomi 100% tabiiy. Mana o'rtoqlar, bugun prank kitobini yopamiz. Kim bilan? Конечно, Radik bilan. Radik bilmayman, qanaqa o'zini tutadi. Ammo hamma challenge'da qarolman-da. Bitta narsa bor ekan, juda ham seriozli deyishyapti. Menimcha jahlini chiqarish men uchun menga qiyin bo'ladi. U ham o'xshib ketsa kerak. Ayt bosib, kuzatib qo'yinglar. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Biza O'zbek shopdan yangi tovarlarimizni naskilar kelgan, chet eldan, Turkiyadan. Hozir Radik buni sizlarga sifatini ko'rsatib beradi. Radik, tayyormisiz? Da. Bu naskilarni kiying. Bolalar hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Krossovka menga kerak emas, chunki u O'sha O'zbek shopda naski bor. Da, etish bo'yicha u pastikom yugursang ham yirtilmaydi. O'shani hozir men o'zimga kiyib ko'rsatib beraman yugurishni. Qarang, yana bitta fakt bor. Bu bilan butsiz futbol o'ynasangiz ham bo'ladi. O'sha to'g'rimi yo'qmi? Hozir o'zingiz ko'rib aytib bering. Bo'ldi. Ko'ramiz hozir. Boshladik. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, butsi umuman kiyimim mashinasiga kiyib uzr bo'ladi, по-моему. Vallahi. Mana shu ko'rib turgan kruglarni Radik o'zi 5 krug yugurib beradi. Endi naski yirtiladimi yo'qmi o'shani ko'ramiz hozir. Radik, tayyormisiz? Buni ketdi. yechish kerak emas. O'tiraversin. Bo'ldi, 5 krug ketdim. Unaqa tez yugurmang. Takoy, spokойно, takoy. To'g'ri. Ertalabdan yuguryapman o'zi. Uch. Ikkita krug qoldi bolalar. Bolalar, Videoga olsiz, ha? Video bor. Qarang, hozir 5 ta krug yugurdingiz. Qanday hissiyotlar? Ayting. zo'r lekin mana shu bor, qanaqadir u boshqacha naski. Krossovka kerak emas, to'g'rimi? Da, tak. Mashinangizda ham yuraversa bo'ladi. Yumshoq yugurayotganda вообще yumshoq bo'lyapti. Ha. Как будто krossovkada yuguryapman. O'shaning uchun bilmayman, menga yoqdi naski, to'g'risini aytsam. Bunda futbol o'ynasang bo'ladi. Ha? Bemalol tavsiya qilaman. Futbol o'ynab, bez butsi. Endi bitta taraf bor. Kimdir butsi bilan bosib olsa, travma olish mumkin. Ha, yaqinroq olib kelib ko'rsangiz, naskini qarang, yirtilgani yo'q, ko'rsating. Yo'q. Chiqati yirtilmadi, voy yirtilib ketdi, yo'q. Va Kesasan. Ha, tak zo'r naski ichida. mana necha endi bu joyni yirtilmadi, ko'rib turibsiz, yirtilmadi. Ha, Yirtilmadi, chotka. da, hamma narsa chotki. Hozir qaranglar. Bu Radik o'zini naskisi yirtilgan, ko'rsatib qo'ying. Mana Krossovkada даже yurdingiz, lekin yirtilgan o'z naskisi. Yirtildi. Hozir O'zbek shopdan nask kiydiramiz, bu yirtilmaydi. Shunaqa naski bormi? Yirtilmaydi, aka, ko'rasiz. Sizniki krossovkada yirtilib ketdi-yu, bizaniki basikom yugursangiz yirtilmaydi. Kiyinib ko'ramiz. Radik yangi naski kiygunicha biza unga operatorimiz yangiligi va zapisni bosmaganini tushuntirib, undan yana 5 kun yugurishini so'radik. Uzrda yoki olinmay qolibdi videoga. Bo'ladi. Bitta cho'tqa chiqarib bersangiz. Hozir Radik bizning naskini kiydi O'zbek shopdan. Hali yugurmadingiz, lekin qanaqadir boshqacha Yumshoqda. yumshoq, ha? Ha, siz aytyapsiz, to'g'risida yirtilmaydi. Men o'ylayapman, to'g'risida yirtishi mumkin, chunki hamma naski misol uchun Bir xil yirtiladi. Ha, yirtiladi. Lekin bizaniki yirtilmaydi. O'zingiz isbotlab berasiz. Hozir ko'ramiz bo'lmasa, 5 ta Besh krug krug yuguraman, vallahi. ketdi. Ko'ramiz agar gapida tursa, mana shu zo'r naski deb hisoblayman. Da, ketdi. Birinchi krug такой нормальный, легкий. Ikkinchi krug ham такой легкий. Ikkita krug qoldi. Oxirgi krug. Oxirgi krug, давай. Наконец-то 5 krug yugurdingiz. Ha. Qo'ya olasiz. Mana ketaveramiz. Keling. Vallahi как будто krossovka bilan yuguryapman-da. Chunki pasti shunaqa yumshoq. Har bitta qadam qo'yganimda o'zimga как будто krossovkada yuguryapman. Boshqa chuvsto, ha bu. Ha, boshqa. Misol uchun oddiy naski bo'lganda уже. O'zingiz buni kiyishni oldin yechganingiz bo'lmasdi. Da. Bo'zi. Bo'ldi. Oyog'im. Tavsiya qilasizmi odamlarga? Da, конечно, tavsiya qilaman. Bo'ldi. Biza aka agar ikkinchi tovarni olamiz, hozir buni yechmaysiz. Bo'ldi. Qarang aka, bunga ani ssenariy qilmaganmiz-da, maykaga. Xo'p. Buni qanaqa ko'rsatib bersa bo'ladi? Men bu ham yirtilmaydi-da. Nima qilib o'zingiz tryuklarni bilasiz-ku, sportsmensiz. Nimalar qilsa bo'ladi? Bilmaydi. Yirtilmaydi umuman.
Chelsiga qayerda tepib berdi Chelsiga? Mana shu yerda aka o'tdi. Ani havoni tepib berasizda, miyach yo'g'i, montajda obloshkalarga qo'yib yuboramiz o'zimiz. Bo'ldi, xo'p. Aziz do'stlar, mana hozir biz ikkinchi mahsulotimizni kiydirdik Radikka. Ha. Qalay bu oq maykalar? O'zi shunaqa mayka yoqadi, ani polo ani bo'ladi-yu. O'sha yaxshi. Boshqa maykalardan farqi bormi? Sezdingizmi yoki hali sezmadingizmi? Да bilmayman. Вроде бы такой, как обычный майkalarga-da, yani. Да. Lekin nimadir что-то не так, a? Ha, lekin ani такой, приятный-da. Приятный. Deysan. Hozir buni sifatini Radik o'zi lichno o'zi tekshirib beradi. Tayyormisizlar? Ketdi. Давай, Radik. Nima, qaychi urish kerak? Qiling-da, qaychi ursangiz ham zo'r bo'ladi. Mana bu tryuklar, чтоб главное ko'proq yerga tegsa, bu yirtilmasligini ko'rsatib beramiz-da odamlarga. Birinchi aytasizlar, ko'p kunduz kuni bu kop katta bola nima qotib deysizlar, keyin sразу rasmga tushib, anandek qanaqa qo'shilsa bo'ladi deysizlar. U qanaqadir necha otib qilgandan keyin sразу уже urushga taqash kerak edi. Bitta gapni o'sha ketib olish kerak, chunki bundan keyin aytilgan gaplarimiz bor. O'shani aytilish kerak. U dakansi urushga o'tmaydi. Salto qilasizmi? Yo'q, salto ulib qolsam kerak. Главное, mamga yiqilib qolmasangiz bo'ladi. Hozir Radik o'zini tryuklari bilan sifatini tekshirib beradi. Radik, давай, go. Boshlang. Ana trubalarga o'tirib qolmayman. Yaxshi. Ozgina balandroqga sakra olasizmi mana shunaqa? Прям tepaga. Tushmaydi. Gap, давай. Balandga. Nana. Radik xavfli tryuklarni ko'rsatayotgan payt bizani aktyorlarimiz kelib, uni jig'iga tegishga urinib ko'rishdi. Okey, video auto deydi. Bo'ladi aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlarmi? Mikrofon taqib oling siz. Ay Sardor aka. Assalomu alaykum. Xo'p. Ha. Ko'rmaysizmi aka ahvolini? Yo'q, nima bo'ldi? Jiyan bor edi, o'shani gaplashish kerak edi kaman. Aha. Gaplashaveraman, yo'q dedi. Ha, bilmadim. Gap orada boshlanadi, yo'q boshlanadi dedilar. Hali boshlamadim-da. Aka, shuni syomka qolaylik. Videoga olavering. Hozir Hozir syomka qoldi yoki keyin gaplashamiz. Biz ketamiz dedi, aka siz tushib qoldi. Ha, bu nomer qoldi. U sizni ishingiz, aka, ketsin. Nomer qoldi. Bemalol gaplashmayman. Yo, men chaqirganman aka reklamaga. Pulini to'lab. Bo'ldi. Hozir ustidan kulotingiz man bitdi. Nima paxta qo'yasiz? Mana siz Na, ketdim. Ishkalib qilmanglar bolalar. Ey. 14 yoshli jiyanim bor Aha. edi. Olib borgan ko'rib gaplashib kerak kaman. Xo'p. Diktofon. Bo'ladimi? Bo'ladi. Qanaqa? Oling, mana. To'xtanglar, jim bolalar, olinglar. Radik keling. Radikka oddiy gaplar bilan jahlini chiqara olmaganimizdan keyin unga qo'pol gapirishga o'tdik. Qo'pol gapimiz ham Radikka ta'sir qilmagandan keyin uni narsalarni olib qo'yishga o'tdik. Teming, aka, teming. Teminglar bolalar. Iltimos sizlardan ishkal qilmanglar, hozir bitta olamiz, ketamiz bolalar. Keyin gaplashib orasida o'zinglar lechni bo'ldi, aka, 5 sekund. 5 minut. Shunda ham Radik o'zini bosgani sababli sumkasining ichidagi narsalarga hujum qildik. Shitkisini oldi. Qo'ysanglar-chi. E'tibor qilmay turing. Bitta. Qo'y, yubormasanga. Aka, qo'yib qo'yinglar. bilan gaplashmayman. Aka, qo'yib turinglar. Yo'q, kim narsa bu? Okajon, men tushunay, bo'ldi. Hozir gaplashasiz. Mana olib qo'ymayman. Bo'ldi, aka, bo'ldi. Bering. qo'ymayman. Aka, bo'ldi. Hop, mani narsam bu. 5 sekund, 5 sekund, aka, 5 sekund. Hey, bilyay. Men qochamanmi? Men shunaqa qochamanmi? Bir minut. Hey, bilyay. Aka, qarab turing. Qochsam bilmay o'zim yoqib yuborsam 1 kerak. minut. Bolalar 1 minut. Keling, aka. Bitta kadr olaylik. Men videoyim ham qolib ketyapti. Bo'ldi, ushlab turing, mayli, ushlab turing. Popkasini oldi. Mayka zo'r, вообще zo'r. Aka, bitta kadr olaylik, aka. Iltimos, aka, keling. Gaplashaylik, keling. Gaplashing o'rtog'ingiz bilan, aka. Iltimos, tushungan bola ekansiz. Ko'rdingiz, chotdimi? Mayka zo'r вообще. Zo'r. Bo'ldi. Syomka qilma, ey. Bo'ldi. Eshitmayman, aka, eshitmayman. Ha? Nimani qo'ymoqchi? Ne, aka, e'tibor qilmang, hozir o'chirib turaveramiz, ishoningmi? Bo'ldi. Hozir 3-tovar reklama qilaylik, 5 sekund. Bo'ldi, qaranglar, bo'ldi, mayka, naski hammasi reklama bo'ldi. Biz 3-reklamamizda bilasizlar, bizani bosh homiyimiz
ya'ni kazino bo'ladi. Ayo, endi uzr. Aka. Hozir biz islomga pul to'laganmiz-da. Uzr, men pul berib yuboraman, o'zim ketaveraman. Aka endi ana shuncha chaqirib ana qoldi. Islom aytdi-da. Bo'lmaydi. Islom aytdi-da, aka. Yo'q, qo'raver. Nima deyapsiz? Prosta turib bering. Prosta Agar turib bering islom bo'ldi. olsa, o'zimni yo'q yuboraman, valla. Uzr. Prosta turib bering bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. Gapirmasdan turib bering, men gapiraveraman o'zim. Ya aka boringda Islom bilan kelishganman. Hammasiga chidagan Radik kazinoni reklamasiga chidolmay oxiri o'zini ushlab turolmadi. Nima o'ylayapsizlar? Maslo. Valla, bilet. No, atak sezmaganingda qanaqa bo'ladi? Javob beraman. Beshasi bo'ladi. Kitobini yopib boradi. Nima qilar? Urarmidi? Bolani chaqiradi. Yozaverarmi? Yo'q. Yozsa? Agar ishkal bo'lganda bola, mana shu 100% aytaman. 5 shans yutardi ularni. Borib kitobni yopib borib mana bolalar ko'rgan bo'lsanglar, ishkal bo'lmadi. O'zi chunki kamerani ko'rdim. Agar ishkal bo'lganda, uzr. To'g'risi, men jahlim chiqib, men chunki kamerani ko'rdim, o'zi tushundim. Hozir nimadir bo'ladi. O'shaning uchun bolaga misol uchun urmadim. Atak boshqa odam bo'lganda, men shu sразу уже urardim-da ularni. O'shaning uchun like, подписка tashlaylar sariga и Da, shunaqa bizning yangi brendimizning ambassadori Radik bo'ldi sizlar bilan. Sara Maloy. Video sizlarga yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar, chunki keyingi sonlarda kattaroq, zo'rroq blogerlarga normalniroq pranklar qilasiz. Bu birinchisi-da, bu birinchi o'ylangan tema. Atak tovar sizga yoqdi. ha, zo'r tovar. O'zbek shop bor. O'zbek shop. Hali mavjud emas. O'zbek shopping. O'zbek shopping. Chista nima xohlasam yozaverdim.